Akalar bu videoda ko'rayotgan chorrahalar eshonguzar chorrahasi Absahiydan kelasizlar-ku. Mana tepada svetofor yonida buyuruvchi belgi turibdi, to'g'riga o'ngga degan. Juda ko'pchilik haydovchilar azizda hozir mana shu yerda pavorotni yoqib turibdi. Matizda, mana oq Matizda oldidan ham burilib ketishyapti, razvorot qilishyapti. Akalar mana shu videoga maksimal like bosib tarqatib olinglar, haydovchiligi foydali bo'lsin, jarimalar qimmat. Shu joydan kunda-kunlari o'taman. Chapga burilib eshonguzarga ham chapga burilib ketishyapti, orqaga ham qayrilib olishyapti. Svetofor yonida buyuruvchi belgini ko'rsatdimi? To'g'riga o'ngga ruxsat beradi bu chorrahada. Azizda bu yerda chapga burilish mumkin emas, razvorot qilish ham mumkin emas. E'tibor beringlar, videoga tushunmasanglar qaytadan ko'ringlar. Juda ko'p haydovchi burilishyapti-da. Nabot DTP bo'lib qolsa, shu chapga burilayotgan, qayrilayotgan haydovchi aybdor bo'lib qoladi. Hozir DTP bo'lgani jarimasi ham vashti qimmat-da. Odamlar bilmay qolishyapti, nima qilishyapti bilmayman. Yo'lda harakatlanasizlar, ehtiyot bo'linglar. Sizlarga ogohlantirish maqsadida qolman bu videoni. Foydali bo'lsin deb. Kanalga podpiska bosinglar, like bosinglar, akalar. Salomat bo'linglar.